Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagandikin, qadirli qeyrindaşlar, Tarixqa Nazar programımızın 13. sanını anlaşanlarını qızgın qarşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlık rəhbərlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizlərə sunuvatımız. Biz ötken qetimqi sanımızda Hun dövlətinin ikkiga bölüngenligi degan babdan başlap sözləb kelib, Şarkı Türkistan bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush degan babga kelib to'xtagan edik. İnşallah bugun shu yerdan başlap diqqətinizlərə sunishni davom qilamiz. Mikrofon aldida qeyrindoshlar Abdullah Yalqun. Şarkı Türkistan bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush. Yuqorida bayon qilganimizdek, Şarkı Türkistanning sharqi shimolidagi xonliqlar Hun tangriqutliqining himoyasi ostida va g'arbdagi Udun, Qashqar va 3 xonliqlar Kun Tug'dixonning qo'l ostida yashamoqda edi. Milodiy 73-yili Xitoy imperatori Mingdi Sharqi Turkistonni istilo qilish uchun Banchovning qo'mondonligida cho'ng bir qo'shin yo'lladi. Bu düşmanning hujumini to'sish uchun Tangriqut va Sharqi Turkiston xonliqlarining birlashma qo'shini Barikul atrofida yig'ildi. Banchov Barikulga hujum qildi. Nihoyatda shiddatli urushlardan keyin Tangriqut va xonlarning qo'shini mag'lub bo'ldi. Banchov Barikul va Qumul xonliqlarini besib oldi. Bu g'albadan ko'ranglab ketgan Xitoy imperatori Banchovga nurg'un askariy yordam yo'llab, Sharqi Turkistonning qolgan joylarini qo'lga tushirishga buyruq berdi. Banchov milatning 75-yili Lolanga hujum qildi. Bir qancha qitimliq urushlardan keyin Lolanni besib oldi. Lolan xonini Hun elchisi qatorliq Lolanda turishliq Hun amaldorlarini o'ldirib, Xitoy imperatoriga sodiq bo'laman deb qasamyod qilishga majbur qildi. Undan keyin Banchov janubga yurish qilib Charchanni besib oldi. 77-yili Xotanga hujum qildi. Kun Tug'dixon uzun davom qilgan urushlardan keyin sulhi qilishga majbur bo'ldi. Banchov Xotan ordusidagi Hun Tangriqut vakilini o'ldirib, Xitoyga bo'ysunish sharti ostida Kun Tug'dixon bilan putishdi. Xon bu kelishimga amal qilib, Hun elchisini o'ldirdi va Xitoy himoyasini qabul qildi. Shuning bilan Yarkan, Qashqar va 3 xonlarimo Xitoyga bo'ysundi. Bu voqealardan keyin Kucha xoni Hun Tangriqutidan yordam elib, Qashqar va 3ni Banchov va Kun Tug'dixondan tortib oldi. Bir yil o'tgandan keyin Banchov Qashqarni tortib olgan bo'lsa-mu, 3ni ololmadi. Xitoy imperatori Sharqi Turkistonga bir umumiy vali tayin qilib, Banchovni Xitoy askarlarining bosh qo'mondoni qilib belgiladi. Ichki ishlarga mas'ul qilib, burunqi Qashqar xonining o'g'lini Qo'rchoq xon qilib tayinladi. Milodning 80-yili Kucha, Kingit va 3 xonlari Kunxon bilan birlashib Qashqarga hujum qildi va Xitoy askarlarini ig'ir holda mag'lub qilib, tamamen dügüdek yo'qotdi. Xitoy umumiy valisini Kingit askarlari tutib o'ldirdi. Banchov ozg'ina askarlari bilan Xotanga qochdi. Bu ig'ir mag'lubiyatdan keyin Xitoy imperatori Mingdi Banchovni qolgan askarlarini elib Xitoyga qaytishni buyurdi. Banchov qaytishga hozirlanib turganida Kun Tug'dixon kelib uni qaytishdan to'sib qoldi. Chunki u Kucha va Kingit xonlarining intiqom elishidan qo'rqadi. Buni anglagan Xitoy imperatori Banchovga bir miqdor askar yo'llab, uning Sharqi Turkistondagi tajovuzchilik urushini davomlashtirishini talab qildi. Shuning bilan Banchov kuch to'plab milodiy 85-yili Qashqarni qaytib besib oldi. Kucha va Kingit xonlari bilan Banchov o'rtasida davomli urush bo'lib turdi. Milodiyning 90-yili Baxtir, ya'ni Bakteriya va Hindistonning podshosi bo'lgan Vayma Kadfaysiz, ya'ni Kadepsiz 70 ming kishilik zo'r bir qo'shinni turklarga yordam berish uchun Banchovning ustiga yo'lladi. Uzun va tog'liq yo'llardan mengib qattiq herib ketgan bu askarlar urushda qattiq mag'lub bo'ldi. Qo'mondoni o'ldi va saq qolgan ozroq askarlar qaytib ketdi. Buni tövanda tafsiliy bayon qilamiz. Bu hodisa Xitoyning ochko'z va tajovuzchilik havasini texmi oshirib etdi va Xitoy askarlari turkumlab orqa-orqadan kelgili boshildi. Milodiy 91-yili Banchov Kuchani va 3ni besib oldi.
lekin qancha qilsa-mu Kengit xonligini bo'ysundira olmadi va urush davom qilaverdi. Elidagi Uysun xoni mustaqil bo'lsa-mu Xitoy imperatori bilan munosabati yaqin edi. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda kuyovli ham yordamchisi edi. Demak, Xitoylarga bo'yin agmay qilich kuchi bilan taqobil turib mustaqilligini saqlab turgan birli qari shahar xonligi edi. Banchov kuchani markaz qilib Xitoy asoratida qolgan xonlar ustida hukmronligini yurgizib, umumiy vali sifati bilan milodning 102-yiligacha Sharq Turkistonning ko'p qismini ishg'ol qilib turdi. Ammo bu chog'larda Kengit bilan urush davom qilmoqda edi. Banchov milodning 103-yili Xitoyga qaytdi. O'rniga o'g'li Banyong umumiy vali bo'ldi. Banchov ketgandan keyin Xotan, ya'ni Udun va Yarkan xonlari mustaqillik e'lon qildi. Buning bilan Banyongning qo'lida yolg'iz Qashqar, O'ch, Ro'ran, Qo'chu va Kucha qatorliq joylar qoldi. Banyongning kuchi kundan-kuniga ojizlashmoqda edi. Xitoy tarixlariga ko'ra, bu xonliqlarning bir qismi o'z kuchlari bilan, yana bir qismi Hun Tangri qutining yordami bilan Xitoy hokimiyatidan qutulib mustaqillik e'lon qilgan. Yana Xitoy tarixlarida bu jarayonda Xitoyning G'arb bilan bo'lgan tashqi savdo tijoratiga daxli yetmagan. Ya'ni mustaqil bo'lgan bu xonlar Xitoyning tijorat mollarini o'tkazishga ruxsat qilganligini tilga olgan. Yuqorqi hodisalardan milodning 73 va 103 yillari orasida Sharq Turkistonning bir urush maydoniga aylanganligini ko'ramiz. Bu jarayonda Xitoy istilosi hech bir zaman uzun muddat putirab turolmagan. Banchov Xotan xoni bilan Kucha xoni va boshqa xonlarning o'z orasidagi ziddiyatidan foydalanib, ularni bir-biriga urush qisilib qo'ydi. Shuning bilan Sharq Turkistonda 30 yil davom qilgan bu qonliq urushlarni elib berib, Sharq Turkistonning bir qism joylarini qisqa bir mazgil ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, Banchov qaytib ketgandan keyin milodiy 103-yildan boshlab bu istiloning umri tugagan. Biz bu 30 yillik mazgilni Sharq Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush deb aytamiz. Shundaqla ba'zi tarix kitoblarida tafsiliy jarayonni so'zlamay, bu mazgil ichida Sharq Turkiston Xitoy istilosi ostida edi deb yozganligiga e'tibor qilmaymiz. Afg'oniston tarixida Vayma Kadipsisning bu ig'ir mag'lubiyatidan keyin Yovchi podsholari Xitoy imperatoriga milodiy 103-yilgacha xiroj, ya'ni boj seliq to'lashga majbur bo'lgan. Shu tarixda Kanishkay, ya'ni Kanishka Xitoy askarlarini mag'lub qilib, Sharq Turkistonni olgan deb bayon qilingan. Ammo Xitoy tarixlarida bu so'z yo'q. Lekin zamonimizdagi tarix kitoblarining birlikka kelgan fikrlarida milodiy 130-yildan burun Sharq Turkistonda kuchlik bir Xitoy nufuzi paydo bo'lganligi, hatto Farg'ona va So'g'd o'lkalariga qadar Xitoy askarlari kirganligini mujmal bir suratda bayon qiladi. Ammo tafsiliy ahvollar ma'lum emas. Uchinchi fasl Qo'shxon imperatorligi. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, yovchilar Bakteriya, ya'ni Balix, Taxariston, ya'ni Badaxshon va Qatag'an va So'g'd, ya'ni Samarqand va Buxoro qatorliq joylarni ishg'ol qilib, u yerdagi Saka, ya'ni Saqa turklarni haydab chiqarib, bu o'lkalarda 5 mustaqil xonlik qurib chiqdi. Hun Tangri quti kuchlik bo'lgan chog'larda uning himoyasi ostiga kirdi. Taxminan milodiyning 40-yili yovchilarning Bakteriyadagi Qushxon qabilasining xoni Kadipsis, Kadfaysis boshqa butun yovchilarni bo'ysundirib, Shimoliy Afg'onistonda hukmronlik qilayotgan Yunonliklarni yo'qotib, chegarasi Hinduqush tog'larigacha kengaygan Qushxon imperatorligini qurib chiqdi. Bakter, ya'ni Balix shaharni markaz qildi. Yevropa va Xitoy tarixlarida bu imperatorlik Kushan imperatorligi deb ataladi. Kadipsis milodning 50-yili Kapsa, ya'ni qadimki Kabul, Qandiharni uningdan keyin Herat va Siston qatorliq shaharlarni egalladi. Hindistonga yurish qilib, Jehlim daryosigacha bo'lgan orliqdagi joylarni besib oldi. Kadipsis milodiy 78-yilida o'ldi. O'g'li Kadipsis 2 unvoni bilan taxtga chiqdi va hokimiyatini Sind daryosi bo'yiga qadar kengaytdi. Bu joylardagi butun saqolarni o'ziga tava qildi. Sharq Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush mazgili Vayma 2 Kadipsis zamonasiga to'g'ri keladi. Xitoy imperatorining turk xonlariga qarshi elib borgan tajovuzchilik harakatlari va bir qancha xonliqlarni besib olganligi Kadipsisni andishiga selib qo'ydi. Kadipsis o'zini Xitoy imperatori bilan tang ko'radi. Shuning uchun milodiyning 90-yili Xitoyga bir elchi avatdi.
uningdan imperatorga xat yozib turk xonlariga qilayotgan tajovuzchiligini darhol to'xtatish va Xitoy imperatorlarining turk xoqonlariga qiz tortiq qilish an'anasiga binoan imperator qizini berishini talab qildi. Elchi Qashqarga kelganda Banchao uni tutib qamab qo'ydi. Keyinchi qo'yib berib Xitoyga barg'uzmay bakteriyaga haydavatdi. Buni anglagan Kadpises darhol Si ismli qo'mondonni 70 ming kishilik bir qo'shin bilan Banchaoning ustiga yo'lladi. Bu qo'shin hozirgi Vaxan va Toshqo'rg'onning yomon tog'liq yo'llari bilan yurib, ming bir mushaqqatda Qashqarga keldi. Askarlar uzun va mushaqqatlik yo'lda qattiq charchab ketganlikdan Banchaoning askarlaridan qattiq zarba yeb mag'lub bo'ldi. Qo'mondan o'ldi. 70 ming kishidan ozroq kishi saq qutulib qochib ketdi. Bu ig'ir yengilish natijasida Kadpises Xitoy tajovuzdan saqlanish uchun sulh qilib, Xitoyga boj to'lashga majbur bo'ldi. Bundaq boj berib turish majburiyati Kanishkaning zamonasigacha davom qildi. Yuqoridagi voqealar Afg'oniston tarixlarida tafsiliy bayon qilingan bo'lsa-mu, Xitoy manbalarida bu haqda ma'lumot yo'q. Milodiy 110-yili Vayma Kadpises o'ldi. O'rniga o'g'li Kanishka taxtga chiqdi. Kanishka toza siyosatchi va jahongir tabiatlik bir odam edi. Taxtga chiqish bilan tang Xitoyga beradigan seyliqni to'xtatdi. Hindistonga yurish qilib, Gangi daryosigacha bo'lgan orliqdagi yerlarni ishg'ol qildi. Hindistondagi bir qancha yerlik xonliqlarni yo'qotib, Kashmirni egalladi va Baktirda birisini vali tayin qilib qo'yib, poytaxti Purushpur, hozirgi Peshawarga qaytib ketdi. Tafsiliy ma'lumotlar uchun Hindiston va Afg'oniston tarixlariga qarang. 6 shaharning Qushxon davlatiga tava bo'lganligi. Milodiy 150-yilga qadar bo'lgan orliqda yuz bergan voqealiklar haqida qo'limizda to'liq ma'lumot yo'q. Lekin 2-asrning eng qudratli turk imperatori bo'lgan Qushxon, ya'ni Kushanlarning mashhur podshosi Kanishka Sharq Turkistonga yurish qilib 6 shaharni qo'l ostiga kirgizganligi siyosiy jihatdan muhim bir hodisa bo'lib qolmasdan, balki Sharq Turkistonning tarixida bir burilish davri bo'lib hisoblandi. Chunki bu davrda Sharq Turkistonda din va madaniyat sohasida zo'r inqilob maydonga keldi. Bularning muhimlaridan bir oz so'zlab o'tamiz. Kanishka milodiy 130-yildan boshlab O'gizning shimoliy tarafidan besib kirib, Xitoy askarlari bilan to'qinish boshlandi. Milodiy 150-yilga kelganda qudratli bir qo'shin tashkillab, Sharq Turkistonga hujum qildi. Vaxan yo'li bilan mengib, Tog'dumbosh art, ya'ni Vag'jir davonidan eshib, Seriq qo'lni egalladi. Undan keyin Qashqarga hujum qilib, u yerdagi Xitoy askarlarini butunlay tarmar qilib, Qashqar, Yarkan, Xotan va 3 qatorli xonliqlarni o'ziga tava qildi. Bu xonliqlarni keyinchi yuz o'rib, osiy bo'lib ketmasin deb, bularning birdan o'g'illarini o'zi bilan Go'ro elib, poytaxti Peshawarga qaytdi. Kanishka Go'ro olgan bu xonzodalarga yaxshi muomala qilib, podsholarga loyiq kutib oldi. Bularni yozda Kapsa, hozirgi Kabulda, qishda bo'lsa Qandiharda saqladi. Men bu yerda Qushxon imperatorligining Sharq Turkistonga tegishli qismlari ustida voqealiklarni Afg'oniston va Xitoy tarixlaridan elib, muhtaram kitobxonlarga taqdim qilaman. Qushxon davlatining Kanishka davridagi kengaygan davlat territoriyasi 4-xaritada ko'rsatildi. Qushxonlar davrida Sharq Turkistonda din va madaniyat. Sharqiy va G'arbiy Turkistonda Yovchi va Saqa turklari ichida Kanishka davrigacha qadimgi turk dini To'yin dini rivoj topgan. Bakteriya u davrda Yovchilarning siyosiy markazi bo'lib qolmasdan, ayni zamonda diniy markazi hisoblanadi. Bakteriyadagi Nobar deb atalgan ibodatxona To'yin dinining eng muqaddas ma'badi edi. İran tarixlarida bu ibodatxona Navbahor degan nom bilan mashhurdir. Bu ibodatxona Yaftillar, ya'ni iftalitlarning munqariz bo'lishiga qadar To'yin, Shaman va Budda dinlari uchun birdan ayrim bo'limlari bo'lgan bir cho'ng ibodatxona edi. Yaftillar munqariz bo'lgandan keyin Nushirvan bu ibodatxonni Majusiylarning otash kedisi, ya'ni o'tquchi qundigan ibodatxonasi qilgan. İslam davriga kelgandimi Majusiylarning eng muqaddas joyi bo'lib hisoblanadi. Hijriy 4-asrda yiqildi. Kanishka Hindistonning Patna degan joyni olgan chaqda bu joydagi Budda dinining mashhur peshvosi Asu Gushaning tashabbusi bilan Budda dinini qabul qildi
Shuning bilan o'ziga tava bo'lgan butun yurtlarda bu dinning tarqalishi va rivojlanishi uchun ko'p kuch chiqardi. Natijada Budda dini rasmiy davlat diniga aylanib, Afg'oniston, Bakteriya, So'g'd va Taxariston qatorliq joylarda toza rivoj topdi. Sharq Turkistonda Budda dinining taraqqiy qilishi shunchalik chapsan bo'ldiki, qisqagina bir vaqt ichida Budda diniga e'tiqod qiluvchilarning soni Toyin diniga e'tiqod qiluvchilardan ko'p eshib ketdi. Budda dinining muhim muqaddas kitoblari Sharq Turkiston muharrirlari tomonidan turkchaga tarjima qilindi va Uyg'ur harfi bilan yozilib nashr qilindi. Kanishkaning taklifi bilan Budda rohiblari Sharq Turkistonga kelib, din tarqitish faoliyatlarini elib bordi. Afg'oniston tarixiga ko'ra, Udun Budda dinining markazi bo'lgan. Udunda 100 ga yaqin Budda ibodatxonalari bo'lib, bularda 5000 Budda rohiblari bor edi. Yana bir Xitoy sayyohmi o'z sayohatnomasida yuqoriqiga o'xshash ahvolni bayon qiladi. Mushada berilgan izohatda Xitoyning atoqli Budda rohibi Fashian sayohat qilib, Udunga, ya'ni Xotanga kelgan. Qaytishda Kashmir yo'li bilan Hindistonga ketgan. U sayohat xotirasida mundaq deb yozadi: U chaqlarda Udun Budda dinining jannati edi. G'oyat cho'ng va zinnatlangan ibodatxonalar bo'lib, bulardan birida 5000 rohib bor edi. Muallifning izohati. Xitoy tarixlariga ko'ra, Kanishkaning da'vati bilan Sharq Turkistonga kelgan Budda rohiblarining atoqliroq bo'lgani Kumarajiva edi. Rivoyatlarga qaraganda bu rohib kuchada o'ltirgan va kucha xonining qizi bilan uylangan ekan. Yana Xitoy rivoyatlariga qaraganda Sharq Turkiston shu chaqlarda Hindistondan qolsa Budda dinining ikkinchi markazi o'rnida edi. Budda dinini tarqitish uchun Udun, Qashqar va Kuchadan nurg'un rohiblar shu chaqdagi Xitoy poytaxti bo'lgan Loyang, hozirgi Xinanga borgan va bu joylarda ko'plagan Budda ibodatxonalarini bino qilgan. Keyinchi Quju, Turpan Budda dinining toza rivoj topgan yerlardan biri bo'ldi. Sharq Turkiston rohiblarining sharqdagi mamlakatlarga berib tabliq qilishlari bilan Orxon va Selinga daryosi bo'ylaridagi Uyg'urlarmi Budda dinini qabul qildi. Diniy e'tiqod jihatda bu bog'lanishlar soyasida Hindiston, Afg'oniston va Xitoy xalqlari o'rtasida bir yaqinlik paydo bo'ldi. Natijada bu yaqinlik yolg'iz din bilan cheklanib qolmay, balki bu mamlakatlarning madaniyat, san'at va sanoat qatorliq jihatlarda bir-biriga ko'p ta'sir ko'rsatdi. Hindistondan ko'plagan san'at arboblari Sharq Turkistonga kelgani boshladi. Bu ahvol Sharq Turkistonning o'z san'atini rivojlantirdi va Hindiston san'atimi bu yerlarda taraqqiy qildi. Xotan xalqi Hindistonga eng yaqin qatnash yo'lini kashf qildi. Buning bilan Hindistonga berish-kelish ko'paydi va savdo tijorat karvonlari qatnashga boshladi. Bu har ikki tarafning tijorat taraqqiyotini olg'a surdi. Sharq Turkistondan Xitoyga borganlar bedi urug'i va tal ko'chatlarini elib berib, Xitoylarga bedi terishni va uzumlik bog' yetishtirishni o'rgatdi. Sharq Turkistondan Xitoyga borgan Roralliq Shaylun ismli bir kishi Xitoydan qog'ozchilik san'atini o'rganib kelib, Sharq Turkistonda qog'ozchilik san'atini yoydi. Hozir Xotan va Yarkentda rivojlangan qog'ozchilik mana shu zamondan qolgan qadimki san'atning o'zidir. Xitoy tarixlariga qaraganda Roranda qog'ozchilik milodining 105 va 150 yillari toza taraqqiy qilgan ekan. Diniy e'tiqod birligi natijasida o'zaro ziyoratlar va berish-kelishlar ko'payib, Sharq Turkistondan Hindiston va Xitoy qatorliq joylarga borganlar u yerlarda Turkiston madaniyatini tarqatdi va ulardagi sanoat, ilm va boshqa madaniyat omillarini elib keldi. Mana bu ahvol yurtning madaniyatida muhim o'zgarishni va yangilikni, ya'ni bir inqilobni maydonga keltirdi. Sharq Turkistonda qushxonlarning ta'siri yo'qolib, yerlik xonlarning mustaqil bo'lganligi. Kanishka milodiy 140-yili vafot bo'ldi. O'rniga o'g'li Hushka, ya'ni Huviska podsho bo'ldi. Buning zamonasida Sharq Turkistonda hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi. Huviska taxminan milodiy 172-yili o'lgandan keyin o'rniga Vasudeva degan zot podsho bo'ldi. Vasudeva bilan Iran shohlari Sasanilar o'rtasida davomli urush bo'lib turadi. Uning ustiga Hindistondagi ba'zi rajolar isyon ko'tarib mustaqillik e'lon qildi. Natijada Qushxon davlati ojizlashqili turdi. Ammo 6 shahardagi Qushxonlar hokimiyati yanada kuchini yo'qotmagan edi. Vasudevaning milodiy 220-yili vafot bo'lishi bilan 6 shahar xonlarimi mustaqillik e'lon qildi. 6 shahar xonliqlarining bu mustaqilligi
hech qandaq bir boshqa hokimiyatning ta'siri ostiga kirmasdan toki ularning Siyampi ittifoqiga kirishiga qadar 140 yil davom qildi. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib vaqt e'tibori bilan Tarixga nazar programmamizning 13-sonini mush yerda oyoqlashtiramiz. İnşallah oldimizdagi sonimizda 4-fasl, kitobning 4-fasli Siyampi Birlashma Davlati degan bosh mavzu va uning tarmoq mavzusi Xitoy istilosidan Siyampi ittifoqiga o'tish oraliqidagi davrda Sharq Turkistonning sharq va shimol qismlari degan bobdan boshlab huzuringizga sunishni davomlashtiramiz. İcabətlik dualaringlarda bizlar uchun duo qilishni unutmaysizlar. Alloh umr bersa, oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.